Zelenskiy Ukraina zarur qadamlarni tashlashga tayyorligini ta'kidlab, urushni tugatish kerakligini aytmoqda. Ukraina rahbari o'zining Telegram kanalida ma'lum qilishicha, Ukraina urush tugashi uchun tinchlik tomon barcha choralarni ko'rishga tayyor. Shuningdek, Zelenskiy 2-fevral kuni Abu Dabiga muzokaralar uchun boradigan Ukraina delegatsiyasi bilan yig'ilish o'tkazgan. Unda Milliy xavfsizlik kengashi kotibi, prezident ofisi rahbari va o'rinbosari hamda maslahatchi qatnashgan. Ushbu yig'ilishda jamoa bilan suhbat doirasi va aniq vazifalarni kelishib oldik, degan prezident. Shuningdek, u Ukraina delegatsiyasi AQSh tomon bilan ikki tomonlama uchrashuvlar ham o'tkazishni hamda Ukraina real qadamlarga tayyor, biz munosib va uzoq muddatli tinchlikka erishish mumkin va Qo'shma Shtatlar bilan xavfsizlik kafolatlari to'g'risidagi ikki tomonlama hujjat tayyor deb hisoblaymiz. Tiklanish va iqtisodiy rivojlanish bo'yicha hujjatlar ustida yanada batafsil ishlashga umid qilamiz, deya qo'shimcha qildi. Prezident Ukraina AQSh tomonining kelgusida ham muloqot uchun zarur sharoitlarni ta'minlashda qat'iyatli bo'lishga umid bildirmoqda. Shuningdek, o'tgan jumaga o'tar kechasi amalda ishlagan deeskalatsiya choralari odamlarning muzokaralar jarayoniga va ehtimoliy natijaga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga yordam bermoqda. Urushni tugatish kerak. Yordam berayotgan barchaga rahmat, degan Zelenskiy. Zelenskiyning shuncha urinishlariga qaramay, Rossiya yana Ukrainaga hujum uyushtirdi. Xarkov shahri meri Igor Terexov o'zining Telegram sahifasida ma'lum qilishicha, 3-fevralga o'tar kechasi Rossiya Ukrainaning Kiyev, Dnepr, Xarkov, Odessa va boshqa shaharlariga dron va raketa hujumlarini amalga oshirdi. Hujum oqibatida Rossiyaning Ukraina energetika infratuzilmasiga zarbalari ortidan shahar hokimiyati eng yirik issiqlik elektr stansiyalaridan biri tomonidan quvvatlanadigan 820 ta binoda isitish tizimini o'chirishga majbur bo'lgan. Yaqinda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bunday sovuq ob-havoda Ukrainaga hujum qilmaslikka qaror qilganini aytgandi. Biroq bu gaplarga o'zi amal qilmay, hujumni amalga oshirdi. Qolaversa, 3-fevral kuni NATO bosh kotibi Mark Ryutte Kiyevga boradi. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, u bugun Oliy Radada nutq so'zlashi kerak edi. Lekin Rossiya hujumlaridan keyin parlament binosida ham elektr energiya va isitish tizimida bir qator muammolar yuzaga kelgan. Bu hujum Igor Terexov sahifasida yozishiga qaraganda, Xarkovning o'qqa tutilishi 3 soatdan ortiq davom etganini bildirgan. Qo'shimcha qilib, hujumlar energetika infratuzilmasiga qaratilgan. Maqsad aniq: maksimal darajada zarar yetkazish va sovuq ob-havo sharoitida shaharni isitish tizimisiz qoldirish. Biz zudlik bilan muhim qarorlar qabul qilishimiz lozim. Men -20 darajada buni amalga oshirish qanchalik qiyinligini tushunaman. Ammo mazkur infratuzilmaga berilgan hujum bizni tezkor qaror qabul qilishga majbur qiladi, deya ta'kidlagan mer. Hozircha Ukraina uchun Abu Dabidagi muzokaralarning foydasi unchalik ham sezilmayapti. Eslatib o'tamiz, 24-fevral kuni Rossiya Ukraina urushi boshlanganiga 4 yil to'ladi.